Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topishingiz mumkin. O'tkazib yubormang. Shahzoda Muhammedova Birlashgan Arab Amirliklarida o'g'lining 2 yoshini nishonladi. Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova o'g'li Dinislomning 2 yoshga to'lgani munosabati bilan Instagram sahifasiga video post joyladi. Shahzoda post ostida quyidagi samimiy so'zlarni qoldirdi. Bugun mening shayx o'g'lim Dinislom 2 yoshga to'ldi. Tavallud ayyomi arafasida tug'ilgan kunini Birlashgan Arab Amirliklarida nishonladik. Ilohim, o'g'lim o'z ismiga munosib ravishda islom diniga mustahkam, iymoni baland, ota-onasiga mehribon, otasi kabi saxiy boy insonlardan bo'lsin. Duo qiling. Ilohim, o'g'lim sog'-salomat, ilmi baland, ziyoli farzand bo'lib ulg'aysin. Umr yo'li uzun bo'lsin. Yomon ko'zdan Allohimning o'zi asrasin. Aktrisa o'g'liga bo'lgan mehrini, tilak va duolarini samimiy tarzda izhor etib, muxlislaridan ham duo so'ragan. Uning bu video posti qisqa vaqt ichida minglab like va izohlarni yig'di. Muxlislar ham Dinislomni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga chiroyli va shirin tilaklarni izhor etishdi.